Ho'p, Maftuna, yaxshimiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, hammaga salom. Keyingi kuzatuvchilarimizga, keyin bizni kuzatadigan odamlarga. Bugun biz Maftuna bilan 2 yil oldin ishtirok etgan Amgen Scholars dasturi haqida gaplashamiz, suhbat qilamiz. Maftuna o'zini tajribasini aytib beradilar. Men ham orada o'z tajribamni ulashib turaman. Maftuna, boshidan boshlaydigan bo'lsak, siz NTUda o'qiysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qaysi yo'nalishda? Uh, Tak, ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Zo'r eshitilyapti ovozingiz. Ha, to'g'ri. Demak, NTUda materialshunoslik fakultetida o'qiyman. Ya'ni mutaxassisligim demak materiali bo'yicha muhandis hisoblanadi. Anu Endi naqami u? O'zbekiston. Mayli, betonlarni qanaqa yasash kerak, taxtalar qanaqa yasash kerak, taxlash kerak, shunaqami? Nima u o'zi? Materialshunoslik. Bu materialshunoslik deganda to'g'ri, biz o'sha asosan materiallarni strukturasidan kelib chiqib, ularni xossalarini manipulyatsiya qilib o'rganamiz. Albatta, birinchi bo'lib, keyin esa ularga demak xususiyatlarini o'rganib bo'lgandan keyin ularga demak a, qo'llanish demak sferasini topib Hmm. ishlatish. Ya'ni umuman Hmm. qilib aytganda materialshunoslik ana shuni o'ziga qamrab oladi va unda ko'pincha atomniy уровеньda emas, balkim уже kristal уровеньida Hmm. Hmm. ko'proq ishlaniladi. Chunki Hmm. aynan o'sha kristallarni demak fazasini yoki turini o'zgartirib turib, biz ularni demak fizikaviy xossalarini Hmm. o'zgartirishimiz mumkin. Bu albatta muhandislikda ko'p qo'llanilishiga olib keladi. Masalan, o'sha aytganingizdek qurilish sanoatida yoki umuman texnikalarda ham. Mhm. Shu sohangizdan masalan eng zo'r bitta qiziqarli misol aytib bera olasizmi? Masalan, qilinadigan tadqiqotlardan yoki qayerda ishlatilishi, sizlar yaratgan bilim qayerda ishlatilgan masalan? Uh, Hozir siz aytganingizdek demak o'sha po'latga keladigan bo'lsak nержавеющий stal deyiladi Hop, adashmasam to'g'rimi? Ana shunaqa. o'sha demak turkumiga qarab turib har xil qo'llanma unga mavjud. Masalan, ularni ham har xili bor. Ularni demak qattiqligi ichidagi primus ya'ni boshqa metalli bo'ladigan bo'lsa tarkibida ular o'zgaradi. Va masalan, eng qizig'i bo'lgan bu o'sha ularni fazoviy diagrammasini o'rganish, ya'ni fazoviy Mhm. diagrammalari. Unda Mhm. demak, metastabilniy bir xususiyati bo'lgan, ya'ni o'sha temir bilan demak ko'mirni aralashmasini va unda demak eng qattiq martensit deyiladi. Agarda adashmayotgan bo'lsam nomi. Aha. Aynan o'shada eng qattiq material hisoblanadi, lekin u juda xrupkiy lekin nima Ha, aytsam ekan, ko'rib. gibkisi yaxshimas. Ho'p. Yaxshi, rahmat. Endi bu sohangiz bo'yicha yana keyin alohida suhbat qilamiz. Nimaga qiziqarli sohaligi, nimaga tanlaganingiz haqida. Hozir unda mavzuyimiz Amgen Scholars bo'ladi. Amgen Scholars bu Amgen Foundation tomonidan demak yo'lga qo'yilgan va rag'batlantirib kelinadigan dastur. Ushbu dasturda beshta o'lka, ya'ni beshta hududlarda, beshta mintaqada, bu Shimoliy Amerika, Yevropa, Osiyo, Avstraliya, yana bittasi bormidi? To'rtta mintaqa ekan. Yevropa, Yevropani Yevropani aytdim. aytdim. Hmm. Kanada. To'rt. Amerika, Kanada, yana Yevropa, Osiyo va Avstraliya bo'yicha eng nufuzli universitetlar, demak, bakalavriat bosqichida o'qib kelayotgan talabalarni
tabiiy fanlarga asoslangan laboratoriyalarda 2 oylik amaliy stajirovkani bajarishga, amaliy ish bajarishga imkoniyat yaratib beradi. Bu jarayonda Amgen demak Foundationi to'liq ishtirokchilarni moddiy, ma'naviy qo'llab quvvatlab kelishadi. Va o'zini dasturi bor ma'lum bir. Endi umuman Amgen haqida gapiradigan bo'lsak, Amgen Amgenni o'zi bu yirik korxona Amerikada demak asosiy ofisi joylashgan va butun dunyo bo'yicha ham ofislari bor. Ular bilishim bo'yicha dorilarga, ya'ni oqsillarga, antitanalarga asoslangan dorilarni ishlab chiqarishga e'tiborini qaratgan. Hozirda 30 tadan ko'p dorilar bor. Endi u dorilar biz eshitmagan bo'lishimiz mumkin, chunki juda ham qimmat, juda ham maxsus, haligi nima deydi, tor o'lchamdagi kasalliklarga ta'sir qiladigan dorilar. Misol ham keltira olmas ekanman, Amgenni qanaqa dorisi borligini. Sizni Amgen haqida qanaqa qo'shimcha bilimlaringiz bor? Manimcha u ham katta biotexnologiyalar bo'yicha ham korxona hisoblanadi Ha, Amgen. ham biotexnologiyalar bo'yicha. Ha. Bir xil ko'pgina davlatlarda manimcha ularni shtab-kvartirasi bor, ya'ni korxonalari, masalan, Singapurda borligini bilaman. Mhm, mhm, Albatta o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida eng asosiy korxonani, demak, bosh mhm, uh, binosi mhm. shtat. Bosh binosi. Aha. Yaxshi. Ah, u endi Amgen Foundation yoshlarga imkoniyat yaratib berish maqsadida balki o'zini qaysidir endi ochiq aytadigan bo'lsak iqtisodiy boshqaruv tizimini bir qanaqadir yo'llarini ishlatish uchun shunaqa stajirovkalar yo'lga qo'ygan. 2 oylik stajirovka. Masalan, Amerikada qaysi universitetlar qatnashishini bilmadim. Juda ham ko'p universitet manimcha u yoqda. Kanadada ham. Lekin Asosan Yevropada aha, asosan asosan topoviy universitetlarda. eng yuqorida turadigan. Endi man Vashingtonni bilaman. Sant-Luisdagi Vashingtonni, Stanfordda ham bo'lsa kerak. Yana qaysidir joylarda bor xullas. Uni mayliyu. Yevropada aniq biladiganlarim Cambridge universiteti, ETH Zurich, keyin LMU, Ludwig Maximilian University, Germaniyadagi. Yana nima bor edi? Parijdan ham nimadir bor edi. Bor edi shekilli. Xullas, Hmm. to'g'ri ko'p, lekin Shunaqa bitta 5tadi. no degan tarafini ham aytib ketish kerak. Hop, Agarda qanaqa sizni ekan? o'qishingiz, demak, Yevropa Ha, mintaqasida joylashmagan bo'lsa, siz demak Kembrij yoki Yevropadagi boshqa universitetlarga ha. eligible, ya'ni kvalifikatsiya qilmasligingizni Nomaqbul bor. bo'lasiz. Ha. Da. Ya'ni topshirolmaysiz sodda qilib aytganda. Albatta Turkiyada Topshirganingiz bilan o'qimasalar srazu mayli. rad etiladi. Rad javobi keladi. Shuning uchun u dasturga topshirayotganda o'sha hududdagi universitetni talabasi bo'lishlari kerak. Adashmasam, ikkinchi, uchinchi kurslar uchun. Bu Birinchi kurslar ham minimum bormi? requirement, ya'ni minimum demak kriteriy bu universitetda birinchi kursini tamomlash. Aha. Birinchi kursini tamomlasangiz bo'ldi. Topshirsa Manimcha bo'ladi. bakalavr, magistratura hamma Ha. topshirishi mumkin etiket. Magistratura? Magistratura studenti bo'lsangiz ham topshirishingiz Yo'q, mumkin yo'q, unaqa magistratura. joy yo'q Ha. edi. Bormi shunaqa joy? Keyin bor edi requirement. Mayli. Eligibility'da bitta o'sha buni ham sababi bor, ya'ni bitta mintaqadan faqatgina o'sha topshirishi, manimcha shu yozgi ta'til hamma universitetlarda har xil bo'lgani uchun Mhm. mintaqa bo'yicha bo'lib qo'yishgan. To'g'ri. Lekin oldin eshitishim bo'yicha o'sha eski Amgen demak scholarlari bo'yicha eshitishim bo'yicha oldin unaqa nima taqiq bo'lmagan ekan. Demak, Yevropadagilar bemalol Osiyoga kelib, Osiyodigilar Yevropaga yoki Amerikaga Mhm. topshirib, 2 oy yozgi demak amaliyotini bemalol tugatib Bajarishgan. tamomlab Aha. ketishgan ekan. Ha, yaxshi. Man bilmagan ekanman bu Mm. tarafni.
Xo'p, ha, o'sha yozgi, Coviddan oldin albatta. ha, yozgi ta'tillarga mos tushishligi uchun, chunki Osiyoda masalan, yoki Osiyo demaylik, Yevropada e, yoz mavsumi shu iyundan boshlab avgustgacha bo'lsa, shu payt muddat talabalar dam olish vaqtlari bo'ladi. Lekin Avstraliyada ularda yoz mavsumi bizni qish mavsumimizga mos kelib qoladi. Shuning uchun ularni ta'til muddati yanvar, adashmasam dekabr, yanvar oylariga Mm. mos tushib qoladi. Xo'p, keyin e, endi sekin Osiyodagi universitetlarga o'tadigan bo'lsak, Osiyoda qaysi universitetlar host, ya'ni egalik qiladi ushbu amaliy bosqichlariga? Bu Tsinghua, to'g'rimi? To'g'ri. Xitoydagi Kyoto universiteti Yaponiyada, Tokio universiteti yana Yaponiyadan, Singapurdan National University of Singapore, NUS, NUS, yana nimadir bormidi? Uncha bo'ldi. Mana shu to'rttasi edi. Ha, Mm. ha, и Avstraliyada bitta Melburn bor. Avstraliyada bir dona adashmasam. Shunaqa. Endi Mhm. etika asosan o'sha Okeaniya, Yangi Zelandiyadan topshiriladi. Ha, okean atroflaridagilar topshiradi. Ho'p, endi bitta naqa exceptioni bor. Turkiya talabalari uchun ham Yevropaga ham Osiyoga topshirish imkoniyati bor. Chunki man Turkiyada bo'lib turib Osiyoga topshirganman. Boshqa tanishlarim Yevropaga topshirishgan va ikkalalar ham borishgan Yevropaga. Shuning uchun o'qishga Turkiyaga kelsalaring bo'laveradi. Ну, Indoneziyada ham shu manimcha anaqasi Ha, bo'lsa kerak. Ular yana? Melburnga ham topshira oladi. Ha, Avstraliyaga. yaxshi, yoki Indoneziya yoki Turkiya. O'zlari Ikkita qaror qabul mintaqa qiladilar. hisoblanadi. Hmm. Manimcha yarim. Yaxshi. Unda Maftuna topshirish bosqichiga keladigan bo'lsak, siz o'zi nimaga Amgenga topshirmoqchi bo'lgansiz va qanaqa topshirgansiz? Bakalavr demak birinchi bosqichida shu biotexnologiyalarga qiziqqanman. Asosan o'sha Mhm. nanomateriallarga, ya'ni meditsinada qo'llaniladigan yoki mana shu dorivor vositalarni aynan hujayralarga a, nima nima desam ekan, yuboradigan demak Mhm. nanozarrachalarga qiziqishim bo'lgani uchun shu programmaga topshirganman. Ya'ni birinchi bo'lib demak Kyoto universitetini qaraganman, ya'ni Yaponiyaga borish niyatim bo'lgan. Aha. O'shanga demak Yaponiyada birinchi o'sha Kyoto universitetini qaraganimda erta o'zini listi bo'ladi. Demak, Hozir bir hamma minut. professorlar Uzr, gapingiz bo'lgan. Bir minut. Hozir qaytib kelaman. Bir minut. Joyni kesib tashlash kerak bo'lgan. Pauza qiling. Ho'p, biz davom etamiz. Maftuna, marhamat, sizni eshitamiz. o'sha demak Amgen Scholars programma o'zini savol nima edi? Veb-sayti bor edi. Qanaqa qilib topshirasiz? Ya'ni nimaga qiziqib qolgansiz? Nimaga topshirgansiz? Qanaqa topshirgansiz? Demak, boyagi aytib o'tilgandek, bizada Amgen Scholars bu mintaqa bo'yicha demak bo'linadi va biza demak o'zimizga o'sha o'qishimizdan kelib chiqib turib mintaqa topilinadi. Masalan, mani o'qishim Osiyoda, demak man Osiyodagi demak programmasiga to'g'ri kelaman va demak bu yoqda institutlar bor. Ya'ni o'sha Amgen Scholarslar bilan partnyorlik qilingan institutlar. Demak, bu yerda yangi Yangi institut ham qo'shilibdi. qo'shilibdi. Da Hmm. Gidrabat, Hindistonda. Hindistonda demak Gidrabat emas, universitet qo'shildi. Haydarobod. Haydarobod. Xullas, demak, mana bu yerda уже hammasi yozilgan. Har bitta universitet uchun, masalan, Hindistondagi universitet uchun Aplikatsiyalar. deadline 1 fevral. И demak ko'pchilik universitetlarga o'zi deadline 1 fevral.
lekin ular programmasini faqatgina boshlanish datasi farq qiladi, lekin hammasiniki demak bitta datada tugaydi. U ham bo'lsa demak 6 avgust. Nimaga bitta datada tugadi haftalar? Chunki oxirida demak programma bo'yicha simpozium bo'ladi. Ya'ni har bitta mana shu Amjinda ishtirok etayotgan universitetlar bo'yicha Amjin demak scholarlari, ya'ni studentlari bir joyda Mhm. jamlanib, demak networking qilib, ya'ni o'zini qilgan tadqiqotini qolganlarga ham ko'rsatadi. Ha, ya'ni e, Yaponiyada, Singapurda, Xitoyda, bu Haydarobod, Hindistonda amaliyotini bajarib bo'lgan o'quvchilar hammasi bitta davlatga yig'ilib, u yoqda keyin simpoziumda qatnashib, o'z ishlarini taqdimot qilishadi. Shunaqa. Mhm. Erta demak oxirgi 2 kun demak simpozium bo'lsa, ana shu 2 kun ichida har bitta universitetdan tanlanib olingan demak faqatgina studentlar o'zini ishini butun demak Amjin scholarlarga ko'rsata oladi. Demak bu yoqda o'zini eligibility ya'ni kriteriylari, ya'ni nimaga asoslanib studentlar tanlanilishi, masalan, birinchisi bu demak o'sha Osiyo universitetlari yoki kollejlarida bakalavr Mhm. yoki unga ekvivalent bo'lgan demak programmada tahsil olishi va demak minimum o'zini o'sha bakalavr dasturida birinchi kursini tamomlash, ya'ni shu yozgacha. Yozda demak уже birinchi kursini tamomlagan bo'lsa, u demak programmaga уже olinishi mumkin. Demak, ikkinchisi bu yozgi programma boshlanishidan oldin tugatishi kerak emas universitetda. Keyingisi demak, bundan tashqari yana baholari yaxshi bo'lishi kerak, ya'ni akademik tarafdan o'zi yaxshi bahoga o'qishi kerak. Bundan tashqari yana ingliz tili da bemalol gaplasha olishi kerak va buni, конечно, TOEFL yoki IELTS IELTS sertifikatlari besh bilan yarim ko'rsatish kamida kerak. bo'lishi kerak. Ha. Bu Да, baholarda kamida 5,5, bahoyingiz nechi bo'lgan topshirgan paytingizda? 7 overall. O'ndanmi? 9dan. To'qqizdan yetti. 10 Maniki yo'g'u. sizlarda 10 balli, 9 ballimi sistema? Bizda 9 balli bo'lgan Ha. IELTS. Manda yo IELTS yetmayapman. GPA yetyapman. Universitetdagi bahoyingizni yetyapman. Universitetda 5 bo'lgan. 5dan 5. Qoyil. Maniki 4dan 3,4 bo'lganda, ya'ni unaqa ko'p zo'r bo'lmagan. O'zi borgan hammadan sheriklarimdan so'raganimda maniki eng pasti o'zi manda bo'lgandi o'shanda. 4dan 3,4 bo'lgan. Lekin shunda ham qabul qilishgan. Ya'ni yagona faktor bo'lib qolmaydi-da baholaring. Baholaring Mhm. sal pastroq bo'lib qolsa ham olishmasa kerak deb o'ylamanglar-da. Mani olishgan masalan. Juda kuchli qiziqish bo'lishi kerak, ya'ni o'sha aspiranturada PhDga. o'qish, Ha, PhDga, да, PhD davom albatta. ettirishga. Bitirgandan keyin PhD o'qiladi deb kutishadi. O'qimayotganlarga. Shunaqa. Ko'pincha mana shu universitetlarda o'qishingizni xohlashadi, PhD qilishingizni, va sizni ko'p nima o'ziga chaqirishga harakat qilishadi. Masalan, Kyoto universitetida albatta mana shu dastur davomida bizga admission office tomonidan ko'p information sessionlar bo'lgan, Mhm. ya'ni Yaxshi. sharing session. Mhm. Va o'ziga ham bu to'g'risi juda katta manimcha plus, ayniqsa Amjindan demak bitiruvchilarni o'ziga olib olish PhDga, chunki ularda уже ilmiy tadqiqot qilish uchun foundationi bo'ladi va demak opiti bo'ladi. Mhm. Demak keyingisi mana shu Osiyo simpoziumi, demak bu yerda Okeaniyadan ham kelishadi, ya'ni Avstraliyadagi demak studentlar ham bitta joyda yig'iladi. Mhm. Bu ancha o'tgan yilgisi. Shunaqa. O'tgan yili Kyotoda bo'ldi. Simpozium. Bu yil ham Kyotoda bo'ladi, adashmasam. Yo'q, bu yil Singapurda emasmi? Singapurdan bilmadim. Biza Singapurda qatnashgan bo'lsa. yil
Tokioda bo'lgan. Undan Tokioda. oldingi yil Singapurda bo'lgan. Ha. Almashuradida yildan yilga. Hmm. Xo'p, keyin anini ham ko'rsatayım. Aslında har bitta veb-saytiga kirishini tepadan. O'sha universitetga Hop. bossalaring o'zi kiradi, ko'rib yuboradi, veb-saytni Bu ochadi, yerda qanaqa ko'rib turgan topshirishi. edik. Ha. Da. Bu yerda demak ko'rib turganinglarda universitetlarni listi keltirilgan, ya'ni datalar bilan va bular o'zini o'sha universitetdagi demak linkka ochadi, ya'ni Amgen Mhm. Scholars programdagi o'sha ilmiy tadqiqot ishlari, ya'ni professorlari kimlar o'sha ah, qabul qilishini. Demak, birinchi bo'lib Kyotoga kiradigan bo'lsak, demak, Kyoto haqida qisqacha ma'lumot berilgan. И mana bu yerda demak biza ko'rishimiz mumkin apply to be an Amgen scholar, ya'ni Amgen scholar, ya'ni Bo'lish uchun programmasiga da bosish kerak. shuni bosish kerak. Demak, bu yerda ko'rib turishimiz mumkinki oldingi yilgi studentlar bo'lsa kerak bular ham. Amgen Scholarsiga demak bu yerda Mhm. o'sha Kyotodagi barcha ma'lumotlar keltirilgan, ya'ni Ha, onlayn zaявкаlar qabul qilinish datasi demak noyabr birinchisidan boshlanadi. Bular ham yozilgan, demak qachon yopilishi ham yozilgan, demak qachon javoblar chiqishi javoblar ham chiqishi ham yozilgan. ma'lum. Mm. Mhm. И programma qachon boshlanib, demak qachon Mhm. tugashi ham yozilgan. O'zi O'shani topshirayotganda bu endi ma'lumotlarni yaxshilab o'rganib chiqish kerak, veb-saytiga kirib, e, albatta. ayniqsa sanalarini, keyin talablari bor, eligibility requirements, dastur qanaqa o'tishi, yaxshilab o'qib chiqish kerak birinchi o'rinda. Mhm. Bu yerda masalan ko'rishimiz mumkin program overviewsi, ya'ni taxminan 10 ta student qabul qilinib olinadi Osiyo Mhm. mintaqasidan. Butun bu degani mani yilimda masalan 300 ta student topshirgan, lekin 13 tagina qabul qilingan. Bizada Singapurga yetishlari bo'yicha 200 tadan ko'p, 250 tami topshirishgandi, 10 ta qabul va 10 ta qabul qilishgan. Bu bizaga уже ko'rsatadiki, demak, raqobat juda kuchli bo'ladi, albatta. Bu programmaga qabul qilinish uchun. Demak, 8 hafta siz intensivniy ilmiy tadqiqot olib borasiz o'sha ma'lum bir ilm fan sohasi bo'yicha va ko'pincha u biokimyo, ya'ni meditsinaga doir demak fanlar bo'yicha bo'ladi. Masalan, bu E- yoqda o'sha Hmm. sohalar keltirilgan. Biokimyo, bioengineering, bioinformatics, cheminformatics, biophysiology. Ya'ni mana shu sohalar bo'yicha sizlar demak ilmiy tadqiqot mavzusini tanlashinglar mumkin bo'ladi. Mhm. Demak, albatta student o'zini interesidan, ya'ni o'zini xohishidan kelib chiqib turib tanlashi kerak bu yerda. Mhm. Demak, supervisor, ya'ni kim olib borishi bu albatta Kyoto universitetida, bu Kyoto universitetida fakulteti bo'ladi, ya'ni professori. Mhm. Demak, u undan tashqari yana sizga yordam berishi mumkin postdoc yoki PhD studentlari masalan yordam berishi mumkin. Va bu yerda O'zi, demak ha, uzr gapingizni bo'ldim. Dasturga kirganingizdan keyin professor bilan ishlaysiz, lekin professor bilan har kuni ko'rishib, gaplashib yurmaysiz, bu degani. Sizga shunchaki professor laboratoriyasidagi mas'ul shaxsni, qaysidir PhD talabasini yoki postdoc talabasini, ya'ni talaba demaylik, postdoc ishchisini biriktirib qo'yadi. O'sha odam bilan asosan muhokama qilasiz, qanaqa tajribalar o'tkazishingizni, laboratoriyada qanaqa ishlashingizni ular nazorat qilib turishadi. Keyin uni taqdimotini professorga qilib berib turasiz. Haftada birmi, haftada 2 martami yoki bir oyda 1 martami. Shunaqa. Bu To'g'rimi? manimcha to'g'ri. Yoki farq qiladimi universitetdan universitetga? Bizada shunaqa bo'lgan masalan. Endi farq qilishi mumkin, manimcha, agarda professor yangi bo'lsa, ya'ni yangi
Yosh bo'lsa. postdokdan endi professorlikni Mhm. endi boshlagan bo'lsa, chunki uni gruppasida kamchilik bo'ladi va asosan u o'zi ham qiziqqan bo'ladi o'sha paytda, Mhm. ya'ni sizga ko'proq o'rgatishni xohlaydi. Mhm. Mhm. Yaxshi, yaxshi. Shuning uchun faqatgina, ну, o'zi asosan bu faqatgina stajirovkada emas, ya'ni amaliyotda emas, balkim bilamiz PhDda ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni asosiy struktura shu. Professor siz bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilmasligi mumkin. Mhm. Demak, siz asosan demak sizdan kattaroq, ya'ni postdoc yoki senior PhD bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu amaliyot bizada full time, ya'ni полный ish hisoblanadi. Ya'ni haftasida To'liq ish demak kuni bo'ladi. haftasiga demak примерно 40 soat ishlaniladi. Laboratoriyada. Demak, hmm, bundan tashqari, lekin bitta zo'r tarafi bor, Amjad Scholars'ı orada demak sizga seminar yoki qanaqadir cultural eventlar bilan sal 2 oyingizga nima rangli qo'shib turadi. Laboratoriya o'zida bo'lish ham o'zi rangli, yaxshi. Hamma ham mana nima zerikib ketmaydi. Men masalan Har qiziqib kuni bitta ishlaganman. joyda. Ba'zilar bizada nima edi buni keyin nima deydi qanaqa topshirish tugatib olaylik, keyin qolgan ma'lumotlarni aytamiz. Demak, seminarlarda o'sha prezentatsiyalar, har xil demak va fakultet bilan demak interaction bo'ladi. И demak bu o'sha studentlarni ko'proq ilmga targ'ib qilish uchun va ularni demak imkoniyatlarini ko'rsatib berish uchun qilinadi asosan maqsadi bo'yicha. И demak amaliyot tugagandan keyin albatta poster session, ya'ni umumiy o'sha 2 oy ichida qilingan hamma ishni bitta posterda, ya'ni A0 qog'ozida a, summary qilib ko'rsatib berish Mhm. kerak bo'ladi. Demak, bular albatta universitetga bog'liq. Masalan, Sizni posteringiz Yaponiya turibdimi? universiteti. Yo'q. Yo'qmi? Tasavvurlar. Ko'rsatib mayli. Ma- Kompyuteringizda ham yo'qmi? Ko'rsatgan. Kompyuterda bor bo'lsa Mayli. kerak. Keyin ko'rsatasiz. Mayli. Demak, bu o'sha final presentationlarini qisqa rasmini ko'rsatilgan. Demak, eng qizig'i, asosiysi bu Eng zo'r qanchalik joyi. moddiy yordam joyi. Demak, moddiy yordam Kyoto universitetiga keladigan bo'lsak, Uh, Kyoto universiteti demak sizga ekonom klassidagi aviabiletlarni, aviachiptalarni sotib olib beradi. Mhm. Demak, uh, agarda siz o'zingizni demak xususiy sabablarga ko'ra borolmaydigan bo'lsangiz, albatta Yaponiyaga o'sha aytilgan datasiga unda afsuski sizga to'lab berishmas ekan. Demak, Mhm. agarda universitetingiz Yaponiyadan tashqarida bo'lsa, bu studentni universitetiga eng yaqin joylashgan aeroportdan Osakagacha bilet olib berishadi. Masalan, Mhm. mani misolimda aytadigan bo'lsak, man o'zim u payt уже O'zbekistonga qaytgan edim. Lekin mana shu sababli Singapurga qaytib kelib, Singapurdan keyin uchib ketishga to'g'ri kelib qolgan Yaponiyaga. Mhm. Mhm. Shuning uchun Changi aeroportidan olib berishgan menga biletlarni. Va agarda demak universitetingiz Yaponiyani o'zida bo'lsa, demak sizga ham demak eng yaqin aeroportdan aviabilet, aviachipta sotib olishadi yoki o'sha demak poyezd uchun sotib olishar ekan. Ana endi Bilet olib berishadi xullas. bilet. Ana endi turar joyiga keladigan bo'lsak, hamma demak Amjin scholarlari Kyotoda yasharkan. Asosan bunga hostellarni olishadi. Ya'ni bizada Mhm. rasmi bitta ko'ringandek bitta studio room beriladi. Ya'ni otellardan nima farqi bor deb so'rasanglar, hostelda demak manga o'sha Kyotoda, demak Kyoto sentr tarafidan, ya'ni train station bo'lgan. Train stationga juda yaqin bo'lgan.
Mhm. o'sha yotoqxonamizni, ну, yotoqxona emas, u o'zi asosan otel hisoblanadi. Mhm. Просто xonasida, ya'ni nima bo'lgan, ikki kishilik xona bo'lsa ham bir o'zim yashaganman, ya'ni hammani Mhm. bitta odam qilib joylashtirib chiqishgan. И Mazza-yu. undan tashqari yana o'sha xonani ichida o'zingizni oshxonangiz bo'ladi va o'zingizda demak hammom tualet bo'ladi. Yaxshi, yaxshi. Man o'zimnikini Demak, keyin aytib beraman. Siz hozir Kyotoni aytib olavering. demak, bundan tashqari hammasini Kyoto universiteti qoplaydi. Demak, yashashi Mhm. ham, kelishi ham, aeroportdan o'sha aviabiletlarni sotib olishi ham. Bundan tashqari sizga ishlashingiz uchun ham pul to'lanadi. Ya'ni bu yashashingizga o'zingiz ishlatasiz va Kyoto universitetiga bu 180 ming yen deb belgilangan. Ya'ni bu 2 oy ichida to'lanadigan demak umumiy summa. Va ular demak bir oy 90 mingdan qilib 90 ming yen qilib to'lashadi. Sizga qanchadan berishgan? Shunaqa bo'lganmi u payti? Yoki hozir oshibdimi? Eslolmayman lekin Ha. o'sha Dollarda qancha bo'ladi esimdan chiqdi. taxminan bu? Dollarda 150 yen Ikkita vроде nolni olib tashlash kerak bitta edi. shunaqa Ha. 1800 dollar. Yo'q, bo'layotgan xolos. ekan Hmm. oshirishibdi. Man bir ming paytda sakkiz yuz dollar to'lashar ekan. Ha. $1000 shunaqa edi hisoblaganda. Umumiy. Dollarga Umumiy. o'tkazgan. Ha, 1000 dollar. Yo'q, Ha? umumiy emas, bir oyga edi. Yo, bu Yo'da yoqda bir shunaqa oyga bo'lgan ekan, 900 dollar shunaqa. ekan. 900 dollar bir oy. Shunaqadan Ha, tushar ha. ekan. Menda ham shunaqa o'zgarmagan ekan. Lekin u universitetdan universitetga farq qiladi. Mani universitetimda undan ko'p, ancha ko'p desam ham bo'ladi, ancha ko'p to'lashgan. Endi Singapur boy Anyways'da. davlat. Singapur, chunki u yoqda yashash uchun ham shuncha ko'p ketishi mumkin-da. O'sha iqtisodiy muhitiga qarab turib pul miqdorini belgilashadi. Manga qancha berishganini keyin aytaman. Ikkinchi qismida aytaman. Demak, xo'sh, endi yana bitta demak eslab qolish kerak bo'lgan narsalardan bittasi bu o'zingiz uchun demak health insurance, ya'ni страховкani olib olishingiz kerak, ya'ni meditsinskiy страховка o'zingizda bo'lishi kerak. Chunki buni Amgen Foundation qoplamaydi va Kyoto universiteti sizga buni qilib bera olmas ekan. Bundan Lekin bu tashqari siz oson narsa. Uzr, siz gapingiz ko'p bo'lyapman. Unaqa muammoli narsa emas, to'g'rimi? U har xil agentliklarga to'lasangiz ozgina pulga ham bilmadim, $50 qilib beradi manimcha sug'urtani. To'g'rimi, Maftuna? mani holatimda man universitetga yuzlanganman, chunki universitet agarda student Singapurdan tashqarida demak amaliyot o'tadigan bo'lsa, ular tekinga demak Ha, mana mana shu sizga tekinga sug'urtasini tushibdi. Ha, oformlar manga tekinga yaxshi. tushgan. Manga pulga tushgan. Va foydalanganman ham o'sha payt to'g'risi. Yaxshi, yaxshi. O'zi aytishardi Yaponiyada ham demak meditsinasi juda qimmat deb, lekin Singapurga nisbatan man uchun bu juda arzon bo'lgan. Ha, ha, yaxshi. Demak, bu yerda yana o'sha talablari keltirilgan, yana o'sha narsalar, demak, Buni o'sha detallab o'zlari o'qib olishlari kerak, to'g'rimi? O'rganib chiqishlari kerak. shunaqa, Bizlar aytib o'tishimiz shart emas, menimcha. to'g'ri. Mana qaysi davlatlardan topshirish mumkin ekan? Demak, bu yerda O'zbekiston ham bor. O'zbekiston ham bor. Turkiya ham hisoblanadi mana. Turkiya. Albatta. Eng qiziq joyi. Mm. Demak, host lablariga keladigan bo'lsak, mana bu yerda PDF demak keltirilgan, qaysi laboratoriyalar demak o'zini qaysi tadqiqotga demak pozitsiyalar ochuvligi. Masalan, professor Yoshiki Arakawada research topiki, ya'ni ilmiy mavzusi demak bizada mana shu neyrobiologiya va uh, science Neyrofanlar, bo'yicha. molekulyar meditsina Mm. va talablarini Da, yozgan. demak, bu yerda ozgina universitetda da professor tomonidagi talablar qo'shimcha, demak, chunki baribir buni sohasi spesifik bo'lgani uchun unga albatta studentlar
molekulyar meditsina yoki neyrobiologiyaga qiziqqan studentlarni talabgor sifatida aytib o'tilgan. Shu Masalan, kimyodan ham bor. qo'shimcha qilib Kimyodan ham ketsam bor. maylimi? Albatta. Bu hamma universitetlarda emas. NUSda bunaqa bo'lmagan. NUSda kimga topshirish mumkinligini boshida ko'rsatishmagan. Bizni qabul Mm. qilishgandan keyin ko'rsatishgan. U yoqdan keyin biz tanlaganmiz. Qanaqa tanlaganimizni ham keyin aytib beraman. Bizda Э, Islom akaniki demak desertga bo'ladi. yo'q, sizniki ham hozir zo'r bo'lyapti, lekin. Ho'p, demak, kimyo bo'yicha o'qiydiganlarga masalan teoretический va demak computational kimyo bo'yicha ham demak ilmiy tadqiqot ishini olib borsanglar bo'ladi. Kyoto universitetida masalan fotokatalizlarga qiziqqan bo'lsangiz, suvni masalan ajratish bo'yicha vodorodni Mhm, hosil qilish uchun mhm. ilmiy mavzusi bor keltirilgan bu yerda. Va demak Va bu yerda juda ko'p o'sha endi har nima xil qilish kerak universitet. buni? Maftuna shuni aytib keting. Ana endi mana shu keltirilgan mavzular bo'yicha student yoki talabgor o'zi xohlagan mavzusini tanlab, ana o'shanga уже fokusini qaratishni boshlash kerak va demak research proposallar yozishni boshlash kerak. Ya'ni u yerda qisqa qilib a, student o'zini o'sha 2 oy ichida nimalar maqsad qilib qo'yganini, ya'ni nimalar o'rganmoqchi bo'lishini va nima hissa qo'shishini yozib ko'rsatib berish kerak. Mhm, Aynan shu professorga, professor sizni tanlab olishi uchun. mhm. И demak, Siz professorga email jo'natasiz, unda to'g'rimi? yo'q, uni application window o'zida qilinadi. Ha, professor bilan oldindan aloqaga chiqishingiz kerak emasmi? Bu majburiy narsa emas, lekin bir xil qiladi shunaqa. Hı, Masalan, birinchi professor bilan gaplashib, chunki bir xillarda professor o'zi ham sizni demak ko'rishni xohlaydi. Ya'ni siz bilan yuzma-yuz intervyu qilishni xohlashi mumkin. Email qilib yozganingizda aynan o'sha aytib ketishingiz mumkin. Masalan, o'sha o'zingizni savol-javoblaringizni berishi, siz berishingiz mumkin va professor ham sizga demak, соответственно berishi mumkin o'zini hı, savollarini. Manda bu shu Amgen Scholars'ga topshirishimdan oldin, 1 yil oldin ham topshirgan edim. Unda ham hı, to'g'risi qabul qilingan edim. Tokioga. hı. Unda man Esimda. Ha. как раз таки o'shanda man email yozgan edim professorga, ya'ni Hı, o'zim o'sha topshirmoqchiligim va ularni demak research ilmiy guruhida demak a'zo bo'lmoqchiligimni aytib o'tganman va albatta unga ular juda a, pozitiv fikrlar bildirgan. Professor albatta xursand bo'lib va intervyu belgilagan edi. hı, hı, Afsuski u payt universitetimizda demak cho'zilib ketgan. Demak, уже hı. iyun oxirida tugatgan edik birinchi kursni. Ana o'sha talaba to'g'ri kelmagani uchun keyin rad xati kelgan afsuski. Unda Qarang, yaxshi. cho'zilishi Yaxshi narsa sababli qolib endi. ketganman. Ha, xayrlisida endi baribir. Keyin o'sha kuni qiziqarlisi o'sha kuni intervyuga qabul qilingan letter kelgan. Yo'g'i, bir kunni o'zidami? Shunaqa bo'lgan. Bir kunni o'zida rad xabar kelyapti, lekin uni orqasidan NTVga qabul qilishgani haqida xat kelyapti. Shunaqa. Shunaqa. Oh, zo'r bo'lgan ekan, ikkita bayram. Shu endi ikkita bayram emas u nima bittasini yuvib ketadi deydi. Ha, ha. Ancha yaxshi. 10 Professor ham barobar yurib to'g'risi xafa ketgan bo'lsa bo'lgan kerak. edi. Hmm. Professor ham lekin xafa bo'lgan edi o'sha o'qishim cho'zilib ketgani sababli Yo'g'i? eligible bo'lmaganimga. Hmm, hmm. Da- nima desam ekan, peshanada yozilgani deydim, taqdir shunaqa bo'lgan Hmm, ekan. hmm. Bu joyni O'shani rilsga kesib tashlaydigan joy bo'ldi. Professor xafa bo'lganini yana e'tiboring qaytarib. professor emailda yozgan, afsuski qabul qilishni olmas ekan, sababi iyunni oxirida programma boshlanishiga birinchi kursni tamomlamas ekansan deyishgan. Xafa bo'lgan, u xafa bo'lgan, ha?
u ham xafa bo'lgan albatta. Siz ham xafa bo'lgansiz. Ha. Mana Yaxshi. professorga ham juda nima desam ekan, xursand bo'lgan. Aynan Hmm. O'zbekistondan birinchi marta talabgorni ko'rgan u. Ha, ha. Bu yoqda Juda xursand bo'lib anavi ketgan o'shanda. aytib o'tishimiz kerak. O'zi mayli buni ham oxiriga olib qo'ymoqchi edim, lekin adashmasam siz bilan man birinchi bo'lganmiz Andijonga qatnashgan. Aynan o'sha hududlarda. Bizadan oldin Qozog'istondan O'zbekistondan, yo'q, O'zbekistondan siz bilan man birinchi bo'lganmiz. O'zbekiston fuqarosi Andijonda qatnashayotgan degan. Siz Kyotoda, man NUSda, keyin yana bitta qiz bor edi. Ismlari familiyasi Sevinch. Rahmon, ha, Sevinch edi. Sevinch Tokioga borgan, ha. Ammo ular Hmm. e, Abu Dabida o'qiydilar. Fuqaroligi Ha, O'zbekistonda. fuqarolik O'zbekiston, unisini bilmadim lekin. Ha. Lekin o'zbek Shuni qiz biz edi. ham bilmaymiz. Ha. Da- Mayli, yaxshi. Keyin Shu demak keyin уже application windowga qarab sekin ah, boshlaylik va topshiraverasizmi? Ha. topshiraverasizlar. Maftuni naqa Keyin qilsak, bitta mana bunaqa qilsak nima bo'larkan? O'zi ancha uzoq bo'larkan bizni suhbatimiz. Ikkinchi qismi qilib tursaydi, ikkinchi qismida keyin yana qo'shimcha endi borganingizda nima bo'lganligini aytib bersangiz, borganingizda keyin simpoziumda nima bo'lgan, qanaqa bo'lganligini aytib bersangiz va man ham ozgina NUS haqida ham aytib bersam. Nima deysiz shu bitta eski fikrga? rassomlar bor ekan. Yo'q, Hmm, sizniki ham bormi? da mana bizani Qanisi? yildagi toping shu yerda. Ha, bo'ldi mana. Bo'y uzun bolam yonida turganmi? Qaysi bo'yi Sariq uzun yo'q a? sochlimi? Ha, da. Yo'q, ya bo'ldi, sizni ko'rdim. Mana bu birinchi qatorda turibsiz. Shunaqa. Mhm. Ko'rsatib To'g'ri. keting-da. Hozir hech kim topolmadi. Demak mana bitta chetdan Mhm. bitta o'sha har xil cultural event bo'lgan. Masalan, bu yerda bizada ah, Choy. choy seremoniyasi bilamiz. Yaponiyada choy ham juda bir nima madaniyatini bir qismi, juda katta qismi hisoblanadi va bu yerda demak Mhm. biz o'sha meditatsiyasini o'rganib choyi demak tatib ko'rganmiz. Yaxshi. Shirin bo'lganmi choy? Ну, matcha kimga yoqadi, kimga yoqmaydi matcha choyi. Mhm. Mhm. Ну, haqiqiy matcha edi bizdan u boshqa Fake davlatlarda emas. qiladigan matchada Mhm. ular fake desa bo'ladi. Mhm. Yaponiyadagi u boshqacha. Yaxshi. Bo'lmasam nima qilaylik maftuni? Bu ana siz o'shasizmi? Yo, boshqami? Ha, chetdagi o'tirgan. Ha, o'shada siz. Ha, ha. Hmm, Yaxshi. Birinchi qismini shu yerda yakunlaylik, maftuni. bo'ladi. Keyin ikkinchi qismini davom ettiramiz. Alohida video qilamiz unga. Bo'ldi. Xo'p. Ikkinchi qismida biz nimalar aytib berishimizni aytaylik. Biza qanaqa qilib Tokioda uchrashib qolganimiz. To'g'rimi? Keyin NUSda qanaqa bo'lganligi, NUSga qanaqa topshirishligini aytaman. Simpozium qanaqa bo'lganligini Maftun aytadi. Posteringizni ko'rsatasiz, elektronsini. Qanaqa Siz ham cultural, ko'rsatasiz-da. man ham ko'rsataman. Cultural eventlar qanaqa bo'lganligini yana batafsilroq qo'shimcha aytib ketasiz, aytib ketamiz. Shunaqa. Mayli, unda ikkinchi qismigacha ko'rishguncha deb stop qilamiz.